O'rtoqlar, hozir men bu storiesimni qo'llarim qaltirab, asabda ovyapman. Xullas, meni bitta yaqinim Sergeli birinchi raddomda tug'di. Biz toqqa chiqib ketganmiz, yetishmagan, kun davomida bir kun qiynalgan, anu bolani boshi urilib-urgan, neopitniy akusherka kelgan, rosa qiynalgan, keyin yoshlari kattaroq kimdir kelib, zo'rg'a tug'dirib olishgan. Bolani boshi lat yegan, srazi reanimatsiyaga olishgan, kislorodda yotibdi. Bolani onaga ko'rsatmagan. Anu kuni men borganimda hammasi yaxshi deb pastda mistrali yaxshi gapirib rasmlarga tushdinglar. Lekin hozir bilyapman, shu nevropatolog umuman bolani bir marta ham ko'rmagan. Nima qilyapsiz Sergeli birinchi raddom? Nevropatologi Maldivda dam olasizmi? Shuncha chaqaloq u yoqda reanimatsiyada yotganda nima qilyapsizlar? Men hozir boraman, ishimni tugatib raddomga. Nima qilish kerak? Tekshirtirish kerakmi bu raddomni? Nimaga bunaqa qarayapti? Bolaga nimadir bo'lgandan keyin kelib qaraysizmi? Bugun zayavka bersa 3-4 kundan keyin kelib qarayirmushlar. Va ona farzandini tuqquncha 9 oy qanaqa asrab avaylaydi-da. Mayli qiyinchiliklar bilan, Alloh izni bilan, sinovlar bilan tug'ilibdi u farzand. Reanimatsiyaga tushdi. Reanimatsiya o'zi nomi bilan reanimatsiya. Ana kuni bordim, shunaqa chaqaloqlar ko'p endi yig'layapti, anular onalari bu yoqda hali qo'liga olmagan adani endi tasavvur qilaveringlar. Erkak kishi ko'z yoshini ko'rsatmaydi, lekin bundoq qarasanglar bilasizlar-ku, ana odam ichidan nima o'tayotganini. Oila a'zolari bilan qancha odamlar kutib o'tiribdi-da u chaqaloqlar. Cho'silar intizor bo'lib, lekin bu apam qachon zayavka bersa vaqtlar bo'lsa ko'rar ekanlar. Shuncha kun seryozni problemada chaqaloq yotibdi, bir marta kirib ko'rishga vaqtlar bo'lmabdi. Siz Maldivdamisiz yo Bodrumda dam olasizmi? Yo обязательно siz ko'rishingiz uchun kattaroq qanaqadir tanish bo'lish kerakmi? Mana men boraman hozir. Bizning orqamizdan ancha-muncha tanishlar boradi. Ko'rsatamiz, videolarga olamiz, vrachlarning yoniga kiraman, hamma yoqqa kiraman hozir borib, hammasini internetga qo'yaman. Вообще asabim просто kislorodga muhtoj. Hozir bizda kuniga masalan 20 tadan 30 tagacha tug'ruq bo'ladigan bo'lsa, bizda 50% bolalar kislorodga muhtoj. Tushunasizmi? U hammasi 100% reanimatsiyaga kirdi degani emas. Bu degani masalan bizda ro'zallarda har joyda kislorod tochkamiz bor. Xuddi shunaqa biz tug'ruq jarayonida ayollarga kislorod beramiz. Shu bolasida keyinchalik gipoksiya bo'lmasligi uchun. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun hozir ozgina sabr, xursand bo'linglar, что analizlari yaxshi chiqyapti. Faqat bolachang 100% bo'ldi, biz uyga qo'rqmasdan javob bera olamiz demaguncha hech kim выписка qilmaydi. 24 ga yetdi, bolani tepasi mana o'zing ham yonida yotasan. Xudo xolasa, yonida yotganingda nima qanaqa savol masalan bo'lsa, doktorlarga Jannapan oldilariga keldim, massaj olmasam bo'lmaydi, miyam otilib ketyapti. Boya o'zi kelayotganimda bo'ldi. Shunaqa aniq xabar. Bordim. Hozir tinchlantirishga harakat qilishdi. Endi ertaga ko'ramiz nima bo'ladi, nima qo'yadi-yu. Уже shu vaqtda ichida ishonasizlarmi? Bilmayman. Mingtalab SMS-lar kelyapti ayollardan. Shunaqa qiynalganlar, viloyatdan kelganlarni ayniqsa shunaqa xor qilishgan raddomlarda. Nimaga? Misol uchun bozorlarni tekshirishadi-ku, anu yo'llarda narsa sotishadiganlar, aravaga narsa qo'yib sotadiganlar, aravalarini ag'darib shunaqalar qilishadi, to'g'rimi? Ko'p joylarga tekshiruvlar bo'ladi. Raddomga boradimi tekshiruv, o't-ido tekshirishadimi? Bundoq borib, jurnalistlar mikrofonda kirib so'raydimi? Bundoq xalatlarni kiyib, "Qalay tug'dingiz? Nima bo'ldi?" deb, "Может, o'sha yerda o'tirgan ayollar rostini aytvorar, nimaga shu ish hech kim qilmaydi?" Shunaqa ayollar yozishgan, qo'rqinchli holatlarni yozishgan. Misol uchun nimaga jurnalistlar shu huquq berilsa zo'r bo'lardi-da, mana bostirib kirib borishadi-yu, har xil joylarga mahsulotlarni tekshirishadi, bundoq xalatlarni kiyib, baxilalarni kiyib, maskalarda shundoq primoy tuqqan ayollarni oldiga kirib borib mikrofonda qarashyaptimi sizga, yaxshi qarashyaptimi, qiynalmadingizmi deb so'rasa bor, u emotsiyada ayollar to'g'risini aytib tashlardi-da. O'shanda mana bu tupoy dundun doktorlar kamayardi. Hozir bor, ko'p narsa bilamiz hozir nimalar bo'layotganini-da. Eshitdim qanaqa tug'di, nima bo'ldi, kushetkada yotgan, bundoq chiqarmagan ham tug'adigan, ani kreslomi o'shanga chiqarmagan ham yotavergan o'sha yerda qiynalib, tiqilib yotibdi bunaqalar. Nechtasini bolasi o'lik tug'ilgan.
Endi nima qilish kerak? Bunga ham bir yechim topish kerak-ku. Kimga aytish kerak bularni? Ido tekshirishi uchun, haqiqatlarni olib chiqish uchun.